Ota-onasini kunda borib xabaragani vaqti yo'q. Ish ko'p. Siyla rahimga vaqti yo'q. Ish ko'p. Bir tabiat qo'yniga chiqib dam olib kelgani vaqti yo'q. Ish ko'p. Bola chaqasi bilan o'tirib ujin qilgani vaqti yo'q. Ish ko'p. Rossiyada yuradi, bir haftada bir marta telefon qilib qo'ygani vaqti yo'q. Nimasi ko'p? Ish ko'p. O'sha otangga bir hafta bir marta telefon qilib qo'ymasdan onangga ishingiz o'rib ketyaptimi? Tushunarlimi? Faqat dunyo, faqat pul deb yurganlar, Allohni esdan chiqarganlarni Alloh taolo shunday qilib qo'yganki, shu dunyo ishidan boshqa narsaga umuman vaqti yo'q. O'zini sog'ligiga qaragani ham vaqti yo'q, trenajyorga borgani ham vaqti yo'q, futbol o'ynagani ham vaqti yo'q, o'zi xohlagan ishlarga vaqti yo'q. Nimaga? G'am noto'g'rida. Tavfiq